Keling bu yoqqa. Keling, kamera tushib qo'ying-da. Tushib qo'ydingiz bu yoqqa. Siz ham Novoysiz. Ha, biz oilaviy. Oilaviy, ya. Andijon shahri qaytida Qo'rg'ontepa, Sultonobod, Xonobod. Sultonobod, Xonobod. O'sha yerda uy noni qiladilar ekan. Deydimda. 180 tezlikda kelgan akamiz mashina bo'ladilar. Kecha 1000 qancha kilometr? 700. Hop, endi bunga sig'imi 350 grammli nondan 55 ta 50 ta non sig'adi. Nonning diametriga qarab. Hop, endi buni общий qattiq og'irligi 700 kg ekan. O'z bundan ham ixchamrog'ini chiqazyapmiz inshaalloh. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukr. Sizlardaqa insonlar bor, biz ko'ngil top. Bugun hozir Samarqanddan, Andijondan, yana boshqa viloyatlardan bizni ko'rib, obuna bo'lib, shu duxovka tandirimizni originaldan tank 34 dan olib ketamiz deb kelishgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Ahvollar, tenjonlar, charchamay. Xudoga shukr. O'zingiz zo'rmi? Ha, bu akalarimiz, obunachilar ha bo'lmaysizlar. Bularda haqiqatda biraligi go'shtni shinavandasi bo'lishadi. Gavdan ham ko'ryapsizlar. Akamiz zakaz bergandilar. Bundan qancha oldin zakaz berdingiz? Ancha bo'ldi, 15-mayda zakaz berdim. Ha, Nerginga. Endi sizga mandan qilib beraman, aka. Ha, endi bunisiga ko'chdida. Joningiz sog' bo'lsin. Endi akamiz yana ham bir maza qiladigan bo'ldi. Akamiz o'zlari Novoy emaslar, obunachilar. Endi boshlayaptilar, umid qilib, yaxshilikda mana sezonni pulni soqani qilib oladi demoqchilar, aka. Aka, siz bilan so'rashmadik. Yaxshimisiz? Adangiz yaxshimi? Siz o'rtoqlarimisiz, ukalarmisiz, aka? Va u kishi bizdan birga kelgan. Yo'q keng. Keling, qo'yay deydi, aka. Yo'q keng. Ha, keling endi. Assalomu alaykum. Navoiy tadbirkorlari uchun non chekish apparatini tavsiya etamiz. Non pishiruvchi texnologiya. 40 daqiqada 800 dan 1800 tagacha non cheka oladi. 30 dan ortiq qoliplarga ega. 100 grammdan 7 kilogramgacha turli o'lchamdagi nonlarni tayyorlay oladi. Texnika qulayliklari. Past kuchlanishli elektr energiyasida ham ishlay oladi. 2 yillik kafolat mavjud bo'lib, 176 dan ortiq mamlakatlarga yetkazish va o'rnatib berish xizmatlari amalga oshiriladi. Ushbu texnika bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnika bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Endi Keling bu yoqqa. keling, kamera tushib qo'ying-da. Tushib qo'ydingiz bu yoqqa. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, biz bu syomka qilishimizdan maqsad bu narsani olgan kelyapti, ko'ryapsizlar emas. Insonlar olib bir maza qilishayotganini ko'rsatmoqchimiz asosan. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Bu kim bo'ladilar aka sizga? Ha, tog'a bo'ladilar. Vo. Tog'a o'shanda opani Enamni ha, joningiz sog' bo'lsin. Aka, siz ham Novoymi yo? Ya, men ham Navoiy emas, birga endi ko'rishga Ha, keldik. birga ko'rishga keldingiz. Shunmasiz ham ko'rib ketay dedingiz-da. O'rganamizda. Yashang. Hop, obunachilar, bizning maqsadimiz inshaalloh xohlasa akamizga mana sotildi. Ancha oldin Nergini sizdan zakaz qilgandilar. Men akam shaxsan o'zim olgan obunachilarim bo'lganliklari uchun mashinadan berdik aka. Endi xudo xohlasa bag'aga gazini bosib, Samarqandni odamlarning pulini olaverasiz, xudo xohlasa. Samarqand viloyat Nurobod tuman Avram qishlog'ida. Keldingiz, ha? Alloh, o'zingiz kasbingiz nima aka? Men o'qituvchi. O'qituv, tasanno, biz qanday ulug' shamon bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Endi xudo xohlasa bu yerda endi oilaviy bolalaringiz bilan qilasizda endi aka. Shunday qilamiz, bitta non olamizmi, boraylik ko'ramiz. Endi akalar, obunachilar akamiz yo Navoiy olaman deyaptilar. Yo bo'lmasa o'zimiz ishlaymiz deyaptilar. U kinayam ham o'qituvchi bo'lsalar kerak a? Yo'q, uydagi ishlar bilan. Ha, uydagi ishlar bilan. Uy bekasi deng. Malades, joningiz sog' bo'lsin. Endi haliga hozir buni asosan meni ko'rganingiz YouTube'dan ko'rgansiz. YouTube'dan ko'rganman. Obuna bo'lganmisizmi, bo'lmaganmi? Demak, obuna bo'lgan ekanlar, ikkita non sohibi bo'ldilar. 20 ta nondingda. Joningiz sog' bo'lsin. Ba'da xo'ja onamiz ham kelganlar Andijon shahridan. Qaysi joydan keldingiz xola? Qo'rg'ontepa rayonidan, Sultonobod shaharchasidan. Yashang. Bizni shu Instagramdan ko'rdingizmi, YouTube'danmi xola? Ha, shu kelinlar. Ha, ular ko'rishganda, siz ham Novoysiz. Ha, biz oilaviy. Oilaviy, ha? Endi bularga topshirgansiz endi, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Bu yoshli ko'pini ko'rib yuring iloyim, bularga bosh bo'lib, ha? Hop, endi bunga ishqoz bo'lib turibsizlarmi xola yo Nerginsga ishqoz bo'lganmi deylar? Bilmaysiz, endi nonini ko'raylikchi. Ha, unga qarab, ha?
Tashlang. O'zlari space kamera olib kelishdi. Ha, eng muhimi aytmoqchi shu joyda u qolib ketibdi obunachilar. O'zlari yog'siz xamirni olib kelishibdi. Hozir bolalarga aytdiki, o'zi bostirib qo'yinglar. Tayyor bo'lganda nega olib chiqib onaga yopadigan bo'ldik. Endi o'z ichida bu akamiz ham yog'siz qiladilar. Endi bizni stilda mana hozir Suxoy, Eka+, Mishalka, chekkichlardan oladigan bo'lganlar akamiz, ularni ham olib ishlarni bitirib beramiz. Inshaalloh bugun yuklamoqchisiz a. Xudo xolasa. Mo'shni bu o'zi yelkamni dab ketaman deyapsiz a. Alloh rozi bo'lsin. Mana Anjanli akamiz bir suhbatlarni olaylik-chi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamasdan, odangiz yaxshimi? Ozgina bir nimamiz bor, o'shanga bir qanaqa non qilishingizni bir tushuntirib bersangiz deb. Hurmatli obunachilar, bu akamiz Andijon shahri qaytida, Qo'rg'ontepa, Sultonobod, Xonobod. Sultonobod, Xonobod. O'sha yerda uy noni qiladilar ekan. Qanaqa nonni? Uy nonini, u narsa qo'shasiz yo qo'shmaysiz? Non shu oddiy suv. Hozir o'zingiz qilayotgan xamiringizni olib kelgansiz, biz asosan nimadan qaysi ijtimoiy tarmoqdan kuzatardik aka? Sizmi yo kinayammi? Kek aslida. Ha, ular yopadilar-da. Ha. Demak, akalar, hurmatli obunachilar, Oilaviyda. oilaviy ish qilasizlar. Bu o'sha yerda Qo'rg'ontepada aka mana Kurgovoydan pastga tushganda, hozir bolnitsaxona ham ochilibdi. O'sha yerda Cristiano Ronaldoga rasmiga non ushlatib qo'ygan novxona meniki bo'lgan. O'sha yerda ish yuritganman. O'sha yerda Avazxon, Otabek degan bolalar bo'lardi. Qo'rg'ontepa deyishmadi. Ha, yo'q, o'sha bular holat Qo'rg'ontepada dedilar lekin. Ana. O'sha bilmayman, bilishadi-da bular. Endi xudo xolasa buni qaysi biri yoqdi aka? Bu yoqdimi yo g'aladonligi yoqdimi? Yo'q, bizda ekanimda aslom. Narginami? Aslomda masini ko'rib kelganmiz. Buni, ha? Kecha video chiqardik. To'g'ri. Yangilik qilib. O'shanga hurmatli kuzatuvchilar, bu masalaga qisqacha o'z obzorini aytib o'taman. Akalar, bu mana bu elektr qismi bitta akkumulyatorda UPS qo'yilsa ishlayveradi. Bunga 220 bo'lish shart emas aka. Hop, endi bunga sig'imi 350 grammli nondan 55 ta 50 ta non sig'adi. Nonning diametriga qarab. Hop, endi buni общий qattiq og'irligi 700 kg ekan. O'z bundan ham ixchamrog'ini chiqazamiz inshaalloh xudo xolasa. Nonini hozir mana ko'p kichiklik mana obunachilarimiz bilan oldida aka yopamiz. Nonini mag'zini bilib, o'zingizlar fikr berasizlar xudo xolasa. Ham yog'siz non yopamiz obunachilar, ham yog'li non yopamiz. Endi bunda qanaqa non chiqar ekan? Buni hammamiz birgalikda guvohi bo'lamiz. Uning uchun bizdan uzoqlashmanglar. Do'stim, shunda mana kuni kecha biz yog'lilarni sinab ko'rdik. Albatta 4 kilo yog' tushadigan bir qopga. Albatta 4 kilo yog' tushadi. Yog'sizda o'sha bitta deb pishib chiqsa kerak, a? To'ppa-to'g'ri. Agar yog'siz o'zini yopadigan bo'lsa, qadrdonlarim, akalar. Yog'siz o'zini bitta aylanishda o'zi pishirib beradi. Agar yog'li bo'ladigan bo'lsa, jichcha singitamiz. Chunki yog'i ko'p. Sizning ovoz akam endi boshlayaptilar. Siz ovoz bilasiz, yog'i ko'p nonni singitib pishirish kerak, to'g'rimi aka? O'shaning uchun 2 marta aylantiriladi. O'shanda zo'r pishadi. Bir martada ham pishirsa bo'ladi. Uning uchun ozgina vaqt ketadi, xolos. Tagi 100 ga 100 aka tandir bilan bir xil. Albatta hozir uni o'zingiz kechagi videoni ko'rmabdilar. Instagramga obuna bo'lgan. Ko'rmagan akamizni Kecha yo'lda edimda. 180 tezlikda kelgan akamiz mashina bo'ladilar. Kecha 1000 qancha kilometr? 700 kilometr. Ha, 700 a 700 kilometrdan kecha abitdagi yo'lga chiqib, bugun soat 11da chiqdim. 11da chiqdingiz a? 12 11da yetib keldim. Ana, qarang, bu tezlikda o'ta tez. Endi radardan tanishlari bo'lsa, endi tez yurganlar-da endi, to'g'rimi? Hop, hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Agar sizlarga ham shu narsa kerak bo'lsa, qayerdan bo'lishingizni qat'iy nazar, dastavkalar bor, albatta pullik. Ekran ostidagi raqamlarimiz WhatsApp, Telegram bor. Shular orqali ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi va promo telefon qilsanglar ham bo'ladi. Yo'q, hozir videomizni tugatmaymiz. Ya, tugatmaymiz, yo'q. 2 minut, 3 minut deb qo'shib yuboramiz. Albatta. Pishganni ham. Albatta. Odamlar ko'rishlari uchun. To'ppa-to'g'ri. Bizni YouTube'dan ko'rayotgan insonlar Usta Nonovoyga Instagram va TikTokga Albatta. obuna bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni podдержкanglar bo'ladi. Shuncha qiynalib, energiya sarflab sizlarga ko'rsatayotgan narsalarimga bizga bir mukofot bo'ladi va motivatsiya bo'ladi, obunachilar. Shuning uchun Kuzatib tursanglar, hozir yopishni boshlaymiz. albatta.